Xormeyli mototsikl ishqibozlari, jigarli. Xo'p, arzonga sport bike keldi. Aprilia 250 kub, boshlanishiga juda ham zo'r mototsikl. Buni ABSlari bor. Narxi $2650 beraveramiz. Telefon qilinglar. 24-yil. Narxini boshidan aytdim. 24-yil 13000 probeg. ABS bor. Xo'p, bitta silindr bo'ladi. Injektor. Hech qanaqa ishi yo'q. Xudo xolisa, mana ustida nakleykalar yopishtirilgan. Ustida mana bular nakleyka. Olib tashlasanglar mana. Qizil korpus o'zini korpusi chiqyapti. Shirasini o'chirib olasizlar bo'ldi. Elektronniy tablolarda. Dokumentlari toza, 24-yil. Keyin yana bitta xursand qiladigan joyi mana kombinirованniy xohlagan rangi deganida, bu xohlagan rang bo'laveradi. Mana zavod qilamiz. O'sha gaz ko'payganda bu yoqda anaqa otsechkadan oldin ogohlantirish chiroqlari yonyapti. 2650. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar mana. Tegisayroq. O'zimiz noldan o'rgatib, imtihonga tayinlab, imtihonga o'qidi degan sertifikatlarni ham qilib beramiz. Hammaga rahmat.